Hürmetli vatandaşlar, leksimizi devamlaştırmamız. Bugünkü islaha 2021 yıl 3. ayının 26. günü. Endeki mavzumunda tegilik ne? Ve yaka tegi-tekten aşkarlaşkı yüzlendi mi? Wang Yang Zhaokeji Uyg'uristan'a ciddi yetib keldi. Mavzuli xabar 3. ayının 26. günü Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijing doiralari Uyg'uristonga qaratgan siyosatlari tufayli xalqaro jamiyatning hujumiga uchradi. Yaqindan beri Jungo Kompartiyasi mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Yang, Jamoat xavfsizligi ministrligining ministri Zhaokeji orqa-orqadan Xinjiangga mustamlika Uyg'uristonga yetib keldi. Hong Kong matbuoti tanqid qilib mundaq ko'rsatdi. Uyg'uriston masalasi balki echib tashlanadi. Yani Uyg'uriston masalasining tagi-takti echib tashlanadi. Beijing belki Uyg'uristonda cho'ng harakat tayyorlaydi. Hong Kongda Aynak gazeti 25. kuni maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti yuqori qatlami orqa-orqadan Uyg'uristonga rahbarlarni avatib, agar Uyg'uristonda yoshirin tahdid mavjudligi to'g'risida biror axborotga erishmagan bo'lsalar, yoki Jungo Kompartiyasi Uyg'uristonda cho'ng harakat boshlaydi. Partiya gazetlari mundaq ko'rsatdi. Jungo davlat mahkamasining a'zosi, qo'shimcha jamoat xavfsizligi ministri Zhaokeji 3. ayning 19. kunidan boshlab Uyg'uristonga kelib, xizmatlarni ko'zdan ko'chirishga boshladi. İlgari kelgan mamlakatlik siyosiy kengashining boshlig'i Wang Yang ilgari kelgan Urumchi turpan ishlab chiqarish qurilish bintvanini tekshirdi. Zhaokeji soqchi punktlarini, nazarband turmalarini, alayda soqchi qismlarini tarbiyalash bazalarini tekshirdi. Hamda atalmış zo'ravonlar qarashtirish, muqimlikni qo'g'dash xizmatlarini yaxshi ishlashga chaqiriq qildi. Bundan buyon Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Xinjiang xizmat gruppasining boshlig'i, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Yang 3. ayning 14. kunidan 17. kunigacha mustamlika Uyg'uristonda xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Gruppa a'zolari 4 gruppaga bo'linib, Urumchi, Qashqar, Turpan, Qumol, Qizilsuv, Sanji qatorliq joylarda xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Navbatda Jungo Kompartiyasi bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida diplomatiya urushi o'zliksiz o'rlashga boshladi. Uyg'uriston masalasi bu urushda pilta bo'ldi. 3. ayning 22. kuni Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya bilan Kanada o'xshash bir vaqtda qo'l silib, Jungo Kompartiyasining Uyg'urlarning kishilik huquqlariga tajovuz qilganligi tufayli Beijingga embargo yurgizdi. Undan keyin Jungo Yevropa ittifoqi, undan keyin Jungo Pash Yevropa ittifoqi 10 nafar kishiga, Yevropa ittifoqida 10 nafar kishiga 4 yurish shirkatga 3 elish xarakterlik embargo yurgizib, Yevropa ittifoqi a'zo davlatlarining kuchlik noroziligini qo'zg'adi. Bu kishilar, bu 10 nafar kishi Yevropa ittifoqi yoki Yevropa ittifoqi parlamenti ichida maxsus Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida to'xtamay fikr bayon qilayotgan Yevropa ittifoqi parlamenti a'zolari vatandoshlar.
Devamını anlayız vatandaş.